Xo'sh, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zeus Minecraft. Biz bugungi videomizda mana shu qishloq oldiga kichikroq uy quramiz. Demak, biz videoni boshladik. Biz mana shu qo'ziqorin ustiga, mana shu qishloq oldidagi qo'ziqorinning ustiga uyni quramiz. Bu zona 455 seed bilan chiqarilgan. Yaxshi, mana shularni plus qilib o'zimizga yaxshiroq asosiy qismini qurib olamiz. Bizga mana shu yerlarni to'ldirib chiqsak, mana shu yerga bitta yaxshi. Mana shu yerga ham bitta qo'yamiz. Videoni tezlatishdan maqsadim video juda cho'zilib ketgan va bu uy qurishning birinchi qismi bo'lganligi uchun ham tezlatdim. Qolgan qismlarda mana shu yerda xato qo'ydim. Qolgan qismlarda esa bu uyni yaxshilab chiqaman. Hattoki xona qo'shishim ham mumkin. Bir blok kam qo'yibman. Tomga yana bir blok ochishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yaxshi. Mana shu yaxshiroq bo'ldi. Demak, mana shu yerlarni to'g'rilab chiqamiz. Yaxshi. Hop, derazalarni ochib chiqamiz. Derazalar yaxshi. Mana shu yerda narvon qo'yib qo'yaman chiqish uchun. Demak, videoni tezlataman. Yaxshi, derazalarni qo'yib chiqaman. Mana shu yerga qiynalyapman. Mana shular qo'yib chiqamiz. Yaxshi. Narsalarni bezatib qo'ysam, endi uyim tayyor bo'ladi. Mana shu yerga suratlarni qo'yaman. Yo'q, mana shular bekor qo'ydim-da. O'sha eng chekkada yana bekor qo'ydim. Yo'q, bu yerda emas. Mana shu yerga qo'yaman. Bu yerga esa pechkalarni qo'yaman. Bu yerga bitta rasm. Demak, kitob javoni kerak. Mana shu yerlarga qo'yib chiqaman. Kitob javonini ham do'stlarim. Demak, bizga fakkel mana shu o'rtaga bir qo'yaman. Va u tomondan rasmni olib tashlashim kerak bo'ladi. Qo'yib qo'yaman. Xo'sh. Mana shu yerga bekor olib tashladim. Yaxshi rasm edi. Xo'sh, ikkitalik yo'q. Mana bo'ladi. Yana yo'q. Mana shu bo'ladi. Demak, sunduq. Demak, ustiga mana shu damlama yasaydiganni qo'yib qo'ysam. Menimcha uncha tushmadi. Yaxshi ama bo'laveradi bizga. Demak, do'stlar, bizning uyimizni 10 ballik sistemada belgilab ketinglar kommentga. Videomizga like bosinglar. Va biz bir necha kun uyimizda tunayapmiz. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Yangi videolarni kuzatib boring. Bu uy quramiz birinchi qism, hali ikkinchi, uchinchi qismlar ham bo'ladi degan umiddaman. Ko'rishguncha.